1-apreldan boshlab Rossiyada farzandlari bilan kelgan muhojirlar uchun yangi qonun kuchga kiradi. Unga ko'ra, kim maktabga qo'ymoqchi bo'lsa, 1-sinfda paytida ekzamen, faqatgina eshitish va ko'rgan rasmini, predmetini rus tilida aytib berish bo'ladi. 2-sinfdan esa yozma va hikoya yo she'rini o'qiganini aytib berish bo'ladi. Shunaqa imtihonlar har yili olinar ekan. Endi kimni farzandlari Rossiyada o'qimoqchi bo'lsa yoki Rossiyaga olib kelib o'qitmoqchi bo'lsa, ushbu videoni tarqatib qo'yinglar. Bundan tashqari, agar kimning farzandi imtihondan o'ta olmasa, qayta imtihon faqatgina 3 oydan keyin o'tsa bo'ladi. 3 oy davomida esa farzandingiz Rossiyada kursga qatnashishi kerak. O'sha kurs davomida yana o'rganishi kerak, imtihon topshirib biladigan darajada bilimi yetguncha ekan. Bu videoni tarqatib qo'yinglar. Kimni farzandlari o'qiyotgan bo'lsa, Rossiyada endi har yili ekzamen topshiradi sinfdan sinfga o'tayotganda.